Farg'ona viloyati Vodil qishlog'idagi bog'bonlar Italiyaning 12 xil navdagi malinalarni yetishtirishni yo'lga qo'yib, hozirda zamonaviy qadoqlash, QR kodli brendlash va eksport jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Farg'ona tumani markazi Vodildagi bir necha mahallalarda istiqomat qiluvchi aholi o'z tomorqasida malina yetishtirishda katta tajribaga ega. Shu bois mazkur hududda yetishtirilayotgan tabiiy shifobaxsh va darmondorilarga boy malina mamlakatimizning barcha hududlariga ichki bozor iste'moli uchun yetkazib beriladi. Quvonarlisi, keyingi yillarda tuman mirishkorlari mahalliy navlardan tashqari eksportbop Yevropa navlaridan ham yuqori hosil hamda daromad olishga erishmoqda. Malinachilikni rivojlantirish, yangi bozorlarga chiqish, yangi eksportlar mahsulotlarni yetishtirish maqsadida 2024-yil may oyida mana ko'rib turganingizdek Italiya davlatidan yangi 12 xil navlarini olib kelib ekdik. Hozirda mana 2025-yil may oyi oxirlari pishib hosillarimiz yetilib boshladi. Bularni hozir mana Rossiya davlatiga upakovka qilib eksport jarayonini boshladik. Hozir yangicha qadoqda. Hozirda mirishkor bog'bon Elyor Nishonov o'z bog'idagi malina hosilini xorijga eksport qilish maqsadida yig'ib olingan hosilni zamonaviy gofra qutilariga qadoqlamoqda. Qutilarda brend nomi, tadbirkorning to'liq manzili hamda QR kod joylashtirilgan. Bu bilan mahsulotning sifat jihatidan xorijiy davlatlarda bo'lgan talabi ta'minlanmoqda. Transportirovkasi, ya'ni boshqa davlatlarga eksport jarayonida o'z xususiyatini yo'qotmasligi, birinchi o'rinda, keyin sentiner ortiqcha unga nisbatan balandligi, daromadi ko'proqligi. O'rtacha mahalliy sortimizda 10-12 tonna gektariga mahsulot olamiz terib, bu Italiya navlarimizda o'rtacha 30-35 tonna mahsulot terib olamiz. Bugungi kunda Farg'ona tumanida malina plantatsiyasi barpo etish bo'yicha amaliy ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Yaqin istiqbolda tumanda ekoturizm maskani, maxsus sovutgichli omborxona va malinani qayta ishlovchi korxonalar tashkil etish ham rejalashtirilgan. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.